Hozir birorta odam uyda o'lim bo'lsa ehson qilmasinchi. Bu vahobiy bu deydi. O'sha vahobiy deganlar tilingni tiyib ol, o'ylab gapir shunaqani. Sal birovni vahobiy deyishni oldi. Bunaqangi razil odamlarga ba'zi odamlarni o'xshatib bo'lmaydi. Mana men agar shunaqaga oladigan bo'lsa, men uyimizda otam o'ldi, onam o'ldi. Birorta ehson qilganim yo'q. Birorta dasturxon solib ehson qilganim yo'q. Ehson bu ba'zi dasturxon solib. Necha pul ketadi? 10 million ketadi bitta ehsonga. 10 millionni 10 ta qo'shniga bering 1 milliondan. Yo'qda kambag'alga bering, tomini yopib olsin. Yo'qda talabaga bering, kontraktini to'lab olsin. Mana ehson. Mashina ehson deydi. Musulmonlar ovqat yo'rib 90% musulmon qorin qo'yayotibdi. Hozir birorta odam uyda o'lim bo'lsa ehson qilmasinchi. Bu vahobiy bu deydi. O'sha vahobiy deganlar tilingni tiyib ol, o'ylab gapir shunaqani. Sal birovni vahobiy deyishni oldi. Bunaqangi razil odamlarga ba'zi odamlarni o'xshatib bo'lmaydi. Mana men agar shunaqaga oladigan bo'lsa, men uyimizda otam o'ldi, onam o'ldi. Birorta ehson qilganim yo'q. Birorta dasturxon solib ehson qilganim yo'q. Ehson bu ba'zi dasturxon solib. Necha pul ketadi? 10 million ketadi bitta ehsonga. 10 millionni 10 ta qo'shniga bering 1 milliondan. Yo'qda kambag'alga bering, tomini yopib olsin. Yo'qda talabaga bering, kontraktini to'lab olsin. Mana ehson. Mashina ehson deydi.